Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Bugün Avrupa Parlamentoda tarihi bir vakaya, tarihi bir günge şahit bulduk. Bu 2025 yılı Avrupa Parlamentoda tuncu qatim Uygurlar hakkında bir kararının kabul kılınışı bulundu. Hazırgıcı bo'lgan vaqtda Avrupa Parlamentoning Strasburgda Uygurlar hakkında Uygur erkek qirg'inchiligini qabul qilg'izishga o'xshaydigan nurg'unlagan qarorlar qabul qilingan. Ama vatandaşlarımızın xabarda bo'lgandek 2 ayning 27 günü 40 nefer qarindishimizni Tayland hükümeti xalqaro besimga qaramay Xitoyga qaytarilgandan keyin biz biyat Avrupa Parlamenti Uygur dost grubu ve Avrupa Parlamentidagi dostlarımız bilan bu meseleге nisbatan bir inkaz qaytarishini, buningga Avrupa İttifaqının, Avrupa Parlamentining bu meseleге nisbatan ciddi hareket qo'llanishini talab qilib bir qator faoliyatlarni olib borgandik. Eng oxirida Tönögün, ya'ni 3 ayning 12 kunisi Avrupa Parlamentining Strasburg merkezida parlament a'zolari 40 nefer Uygurni Xitoyga qaytarilganlik münasibetten Tayland hükümetini qattiq tanqidlaydigan, Xitoy hükümetinin ularga adolatli muomala qilishini, xalqaro qonunlar doirasida muomala qilishini talab qilgan bir qaror loyihasi muzokara qilingan. Bugün deganda 3 ayning 13 kunisi mana bir qancha minut ilgari bu qaror loyihasi Avrupa Parlamentida ovoz qo'yildi. 620 ga yaqin parlament a'zosi ovoz berdi. 60 ga yaqin parlament a'zosi tarafsiz qoldi. Buning ichida 482 nefer parlament a'zosi bu qarorni qo'lladi. 58 parlament a'zosi bu qarorga qarshi chiqdi. Shunday mutlaq ko'p sondagi ovoz bilan bu qaror tasarrufi qabul qilindi. Demak, bu Uyg'ur davosi uchun bugungi kunda butun dunyoda masala boshqa tarafga, Ukraina, Rossiya so'qashlariga, İsrail ve Hamas so'qashlariga ve bunga o'xshaydigan masalalarga diqqat tortayotgan bir vaqtimizda bugun Avrupa Parlamentida mutlaq ko'p parlament a'zolarining o'y birligi bilan bu qarorning qabul qilinishi Uyg'ur davosining yana bir qatam xalqaro sahnada ovoz chiqarishiga ve Uyg'ur muhojirlarini buningdan keyin dunyoning qo'g'dishi haqida besilgan ijobiy bir qadam millatimizga xayrlik bo'lsin.